Mana ko'rib turganlar hozir. Mana shu ko'rsatuvni ko'rib turgan har bir muxlisimiz, tomoshabin do'stlarimizga, umuman yurtimizga, hammaligiga sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlik, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimizni boshi omon bo'lsin, xalqimizni har bir xonadonida fayz barakat bo'lsin, dasturxonimiz to'kin sochin bo'lsin. Xudoyim hamisha barakali bir yurt qilgani rost bo'lsin. Kelib kelayotgan yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bilmadim, balkim juda ham bir ichim hayajonlanyapti, juda ham chiroyli gaplar topib gapira olmayotgandirman. Lekin men chin qalbimdan sog'lik, salomatlik, yurtimizga tinchlik, omonlik va hammalarimizga hamisha yana bir bor salomat. Aziz yurtdoshlar, yangi yilingiz muborak bo'lsin. Kirib kelgan 2002-yil umrimiz sahifalarida eng yaxshi yil bo'lib qolsin. Bunday ezgu tilaklar barchamizning, ayniqsa Telegram qarshisida bayramni nishonlayotgan yurtdoshlarimizning dillaridan o'tib turibdi. Yana bir bora barchangizni yangi yil bilan qutlaymiz. Siz u biz bayramni nishonlayotgan lahzalarda o'z xizmat joylarida vazifalarni ado etayotgan minglab yurtdoshlarimiz bor. Ha, ular vatanimiz sarhadlarini qo'riqlayotgan chegarachilar, postlarida hushyor askarlarimiz, osoyishtaligimiz qo'riqchilari, ichki ishlar idoralari xodimlari, salomatligimiz posbonlari bo'lmish shifokorlar, dasturxonimiz ko'rki bo'lgan non yopayotgan nonvoylar, hozirgina yo'lga otlanayotgan haydovchilar, xullas barchani yangi yil bilan muborakbod etamiz. Bir odam bozorga qo'y olgani borsa, bir novcha yigit qo'yni ushlab turgan ekan. Haligini odayol birodar qo'yingiz necha pul desa, 50 ming deyapman, so'raverasiz. Insofingiz ham yo'q ekan, birodar 40 ming beraman desa, oling dedi. Darrov qo'ydi deya. Mana qarang, 30 ming beray. Yaxshi yigit ekansiz desa, oling. Ya? Qarang, qo'chqormi bu? Sog'liqmi qo'chqor? Sekin aynalib ko'rib, pulim yetmaydi shekilli. 20 ming beraman. Desa, oling deb. Ya? Mana qarang, tavakkal sizni aytganingiz emas, meni aytganim emas. 10 ming beraman desa, olsang olgin, egasi kelib qolsa, ikkovimizni ham qamab qo'yadi.